Assalomu alaykum azizlar. Mana bizda navbatdagi sayohatimiz Zomin tog'lariga bo'ldi. Zomin tog'larining hozirda Supa degan joyga yetib keldik. Endi mana asta ko'prikka chiqamizmi? Aylanib atrof chiroyli ko'rinib turibdi. Bulutli bizim to'liq tog'lar osilgan yo'q halicha. Qani, bularni yaxshilab tomosha qilib Tomosha qilamiz. Chiqib boryapmiz. Yo'q. Manzarani ko'rinishi. Ziplayinda tushyapti. Qaysinglar? Mana bu lekin chiroyli ekan. Havo ochiq bo'lsa o'zgacha go'zal bo'ladi. Mana bunda ora-orada mana oynali joylari bor ekan. Ayiq tomosha qilasiz. این توریست این ملت özbek boşer bu ne rafte Ben bırakan bir video gördün mü? Ketdi. O'zi ham telefonga Chizamiz. Jonam jon ekanda, o'zini o'zi ham telefonga rasm video. Mana asta shamol kuchaydi. Bulutlar asta kelib boshladi. Endi yomg'ir ham kirib kelsa kerak hali. Asta qaytib shamol ham kuchib sovuqlashdi, normal sovuq. Qimirlashlari ham normal qimirlab qoldi. Hamma qaytyapti. Manzara go'zal. Mana bulutlar ham asta pastga tushib kelyapti. Mana oddiy tosh bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana shunisi tomosha qilishga arziydi. O'ylaganimdan yaxshiroq ekancha. Shunday. O'rtada bir yağmur yağıyor o'tdi. Juda qo'lli bulut qoplab asta yağmurdan keyin aylangan chiqdi yana bulutlar. Sibir. Manzara go'zal. Aylanaylik, atrof tomosha qilib. Здравствуйте. Hozir. Qonunni buzamiz. Sizda yana 3 ta bola bo'lgan. Ikkitasi to'xtatib turgan. Bu manzaraga ketdik. Bulutlar suzishini qarangizlar. Meniki juda ajoyib chiqaradi. Tepane ko'rib. Sanatoriya. Qarangizlar, pastdagi bulutlar bu tarafga kelyapti.
Pastdagi bu tarafga, tepadagi bu tarafga ketyapti. E'tibor beringiz. Salom alaykum o'tib ketyapti ikkovi. Sirkulyatsiya bo'lyapti-da. Tepa yoqqa, past bu yoqqa kelyapti. Ular ham yomg'ir yog'adigan darajasiga kelsa, tepaga ko'tariladi. Sen topdingmi so'ng? Shahar qo'rim qo'ygandan keyin Mana kanatga tepaga chiqib, tepaga boradi işte. Mana bizda bugun ikkinchi kun. Bizda quyosh chiqib kelayapti. Ertalabki toza havoda sayr uchun chiqdik. Mana men bunga quyosh turib bulut to'sib qoldi. Quyosh chiqib kelishadi. Quyruğuna kadar katta ekan. Balandlanjir o'lchalari ko'p bo'lgan ekan. Bitta olib chiqqandan lekin qaytib tushgan bo'lsa. Zomin tog'lar. Qorli tog'lar. Quyosh burada 2x yok. Seçiyoruz. Ekranımızda. Ming yillik archa oldiga keldik. Shu ming yillik archa. Mana shu joyda palatga tikib yotsa bo'lar ekan. Odamlar palatga tikib yotib. Archa havosini xizlatmadingiz. Aylasi. Aylash yo'lda. Bulutlar qarangiz. Bulutlar. Mana bu oxirgi bitmay qolgan stansiya ekan. Astronomik stansiya ekan. Yap. Bari foydasi bo'lmaydi. Yaxshi tursanmi? Uzunroqmi? Tek ketadigan. Bilen mashina bilan biz og'ir bo'lib qoldi-ku.
osilyapti deysizda. Qimirlatinglar qanday tiyib ko'raman, tiymagan. Tegmagan. Uylanmaganman deyapti. Pastga qaranglar. Pastga, ey. Voy belle. Mazaganda. Davay. Tushdi ham, tushimizni tushdi, emotsiya beradi, pastga qarab. Emotsiya beradi. Ha? Tush emotsiya beradi. His tushadiki. Bas, normal. Ya, atrofga. Tumanda chekir kutib bulutlar. Lekin trotuarlar borga zo'r qilib qo'yibdi ekan. Kiyginimizcha ham borga vash xavfsiz. Bemalol sayr qilib yursa bo'lar ekan. Siz shuni qarang. Tovuq emas, kaklikda. Tovuq haqiladi. Ha, shu tovuqqa o'xshaydi kaklik. Baba yong'oq deganiga. Necha yosh bo'lsa, juda katta eganiga hatto. Ikkiga bo'linganmi yo ikkita? 05 ga qo'yib olaylik. Bu bitta. Orasida suv o'tarkan. Yoshi 800 ekan. Ash katta ekan lekin juda. Katta ekan. Üzüm salaman. Tagini pishirib birinchi pishirib olganingiz yopishtirsa kerak-da. Sut bilan yopishtiramiz da. Mana bu yarim tayyor bo'ldi. Buni yana sut suramizda yana qo'yamiz. Xamirga nimalar qo'shgansiz? Xamirimiz asosan sutda. Xamirga. Ya'ni oddiy suvga emas, Suv qo'shganlar. to'g'ri. Mana shunday qilib pishiryapmiz. Ichkarida ham 2 kishi pishiryapti qizlarimiz. 20 mi? 25. Mana shu bittasi 25 so'm. Shuni ustiga yarim bo'lak.